Xo'p, bugun vertikalniy va gorizontalniy scrolllar haqida gaplashamiz. Ya'ni mana shunaqa effektlarni yasashni o'rganamiz. Ya'ni bu gorizontalniy scroll, manachada bu vertikalniy scroll. Bu esa ham gorizontalniy ham vertikalniy, masalan, xaritalarda ko'rishga o'xshagan narsalarni mana shunaqa effektni prototip orqali chiqarishni ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, mana men buni chizib olganman. Hozir endi boshdan yasaymiz buni. Birinchi iPhone 13 Pro Max ga nima olaman? Frame. Xo'p, buni hozir buni o'chirib tashlaylik. Shartamiz, boshdan chizamiz mana. Xo'p, prototip ko'taman deb flow starting point qo'shaman. Buni bosib mana. Bu yoqda device'im 13 Pro Max turibdi. Xo'p, chizishni boshlaymiz. Birinchisi dumaloqlar, tepadagi nimalar. Gorizontalniy scroll ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bu yerda 72 piksel. Bu 16 qoldiramiz. Tepada masalan 32. Xo'p, pastiga tekst yozib olamiz. Ism masalan tak John Doe degan ism. Boldmas, buni regular 14 qilamiz. O'rtaga olib, bundan tak 8 piksel joy qoldiramiz. Ikkalasini bitta gruppa qilib olaman. Tak qo'ygan orasida bir joy tashlayman, bunday qilib taxminan aytaylik 8. Ctrl D ni bosib ketaveraman. Mana shuncha bor bizda nimalar, foydalanuvchilar. Bu yerdan ko'raman. Menimcha 30 dan ozgina tushirishimiz kerak shekilli. Shunday qilsak menimcha ma'qul. Aha. Orasiga yopishib qolibdi. Shuning uchun 12 qilib ko'ramiz. 12 ma'qul. Aha. Endi buni hammasiga, endi buni birinchi nima qilaman? Ctrl Alt G ni bosib, buni общий frame qilib olaman-da. Mayli, birinchida content to'ldirib olaylik. Bizdagi rasmlar. Xo'p. Hamma gruppani ushlayman-da, ochib olaman ichini. Keyin o'sha dumaloqlarni belgilab chiqaman. Bitta ellipse tanladimmi, Ctrl ni bosib turib, framedan, metdan layerlardan ushlab hamma ellipse ushlab ketaveraman. Ctrl ni bosib turib, tak buni buni. Hammasini ushlab oldim. Endi hammasini birdaniga nima qilish mumkin? Rasm qo'yish mumkin. Bitta qilmasam buni pluginlar ishlatamiz. Xo'p, Content Reel degan plugin bor. Yo'qotaman. Home page ga, keyin community degan joy bor. Community ga bossam, search qilaman. Searchda o'sha o'z pluginga o'tsam, menimcha eng tepada turgan bo'ladi. 4-da, 5-da turibdi. Content Reel degan plugin. O'sha yerda mana bu ko'k nima chiqadi. Install bitta bosasiz, shuni install qiladi, bo'ldi. Endi keyin ishlatib ketaveramiz uni. Alohida bir browserga kirish kerak emas buning uchun. Xo'p, keyin Ctrl bilan uni tepasidagi slash bor, mana bu button. O'shani bosamiz, ikkalasini. Bossam, bu yerda quick action chiqadi. Xoslida men oldin ishlatganim uchun bu bunaqa chiqib turibdi. Keyin o'sha yerga Content Reel deb yozsangiz, mana chiqib keladi. Content Reel enter bosaman. Endi boshida sizlarda bu pluginda onboarding screenlar chiqishi mumkin. Next bosaverasiz. Mana shunaqa holatga o'tadi oxirida. Keyin image ga o'tamiz. Bu yerdan imageda avatars male turibdi. Xohlagan rasm qo'yib olishimiz mumkin. Masalan, erkaklardan avatarni qo'yamiz. Enter deb bosaman-da. Hamma dumaloqlar belgilab olganman bu yoqdan. Apply all bitta bossam, hammasiga rasm qo'yib chiqdi. Xo'p, endi bunday qilamiz. Bu yoqqa o'taman-da, ismlar belgilab chiqaman hammasini. Ismlarni bunday qilib belgilab chiqaman-da. Tekstga o'taman bu yoqdan. Tekstdan full name degan joyga o'tsak, tak ismlar yopishib ketar ekan bir-biriga. Xo'p, orasidagi ismlar uzun bo'lib ketganligi uchun masalan short name'lar bormi-kan? Tak name ni o'zini qidiraylikchi. Ism, familiya shart emas. Name. Tak mana ismlar bor ekan. Chekiraman. Mana bo'ldi. Faqat ismlar qoldi. Okay. Mana belgilab oldik. Endi hammasini mana shunaqa layerlar ochilib ketib qoladi ba'zi paytda, ko'pincha. Bularni bitta-bitta bunday qilib yopib chiqish kerak, tartiblash. O'shanaqa holatda hammasi ochiq turgan bo'lsa, shuni любой bittasini ushlab turib Alt bilan L ni bossangiz, Mac'da option bilan L ni bossangiz hamma layerda yopib boradi nimasini. Bunday qilib tartiblab qo'yadi. Xo'p. Endi hammasini ushlayman-da, Ctrl Alt G ni bosib bularni bitta frame qilib olaman. Mana hozir bu yoqda bunday qilsam yurmaydi. Ushlab turib tortsam. Xo'p, hammasini bitta frame qo'ygandan keyin
Kontrolni ushlab turib, ushlamasa ham bo'lar ekan. Tak, mana. Bunday olib kelaman buni. Общий frame'da kichraytiraman. Bu yoqdan 16 piksel qoldiraman bu yoqdan. 18 ekan. Kontrolni ushlab, bu yoqda 1 2 3 4 bossam, mana bossam bunday yuradi. Kontrolni ushlab, ikkita tomonga qaragan strelka u yoqqa, bu yoqqa, tepaga, pastga. Ushlab bossam, o'sha kontrolni ushlab tursangiz, nimani buzmasdan kattalashtiradi. O'sha joyida qoldiradi ichkaridagi kontentni. Xo'p, mana ikkita tomondan 16 piksel joy qoldi bizda. Xo'p, endi prototypga o'tamanda, overflow scrolling degan joy bor. O'sha yerdan horizontal scrolling yoqib qo'yaman. Ikkinchiga tanlab qo'yaman. Xo'p, endi bunday qilsangiz, bunday yurishsak, mana yuryapti. Xo'p, nima uchun buni bu yoqqa qo'ydim? Hozir agar mana shunaqa turganda chekiga taqalib, bu mana bo'lib qoladi. Ya'ni oxirgisi chekiga taqalib qoladi. O'sha oxirgisi ham bu yoqroq turishini hisobga olgan holatda bu yog'ini bunaqa ozroq bu yoqqa qarab tanlab qo'yamiz mana bunaqa qilib. Mana. Bu qancha ko'p bo'lsa ham shuncha nima qilaveradi, ishlaveradi. Xo'p. Keyingisi bu vertikalniy scrolling. Aytaylik, mana shularni o'zi bilan qilib ko'rsak ham bo'ladi. Mana bularni oldimda, hozir bularni Ctrl Alt G qilib nimadan chiqarib yuboraman. Keyin tak bularni hammasini hozir pastga joylashtirib chiqishim kerak. Bunday qilib. Tak, oxirgisi qani mana. Buni ushlab bu yoqqa olib kelaman. Buni ushlab bu yoqqa olib kelaman. Buni bu yoqqa. Tak 8 ni bu yoqqa. 7 ni bu yoqqa. Keyingisi 6. 6 ni bu yoqqa. Tak. Bularni hammasini ushlab bunday qilib olamanda, bir xil qilib pastroq tushirib turaman. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Xo'p, endi hammasini ushlayman bularni. Alt bilan A ni bosib, bitta nimaga taqib olaman. Tak 16 qildiramiz bu yoqdan. Keyin bularni mana bosib turib distribute vertical spacing says vertikalni joylashuv orasidagi masofani bir xil qilib yuboradi. Mana shuni bosib bir xil qilib yuboraman. Tak, mana yerda 16 qilaman shuni. Endi mana shu turishida bularni Ctrl Alt G qilib yana bitta frame'ga olamanda, bularni bu yoqdan bunday qisqartirib kelaman. Endi clip content yoqib qo'yaman, chunki bu yoqda ko'rinmasligi kerak, masalan. Bunday yoqib qo'yaman-da. Mana shunday. Keyingisini ham 4-dan yarmini ko'rsatib qo'yaman, shu scroll qilsang nimadir bor degan ma'noni ko'rsatish uchun vertikalniy scrollingni yoqib qo'yaman. Tak, mana. Teparoq ko'taramiz ozgina. Mana bo'ldi, ishlayapti. Buni bunday qilib 4 ta qilib qo'ysak ham bo'ladi-da. Orasidagi masofani 32 qilib. Hammasi alohida ishlayveradi bunday qilib. Bunisi bu yoqqa, bunisi bunday, bunisi bunday bo'lib. Xo'p, keyingisi yana bitta nimasi bor buni. Xo'p, mana ularni qisqartirib turaylik. Uchtaga mana. Mana hozir bitta xarita olamiz. Xarita uchun Mapsicle degan plugin bor. Pluginni sinfga qilishni o'rgandik boya. Mana communityga o'tamiz. Yana bir ko'rsataman buni. Mapsicle degan plugin bor. O'sha ikkinchisiga o'tsak, plugin o'shani install qilamiz. Bo'ldi. Keyin bu yoqqa o'taman. Buni yozib turib Mapsicle deb yozaman. Open Mapsicle. Va birinchi bu yerdan kattaroq to'rtburchak chizib olishim kerak. To'g'ri, razmerini bemalol olish uchun. Hop, create map deb bosaman, bo'ldi. O'sha to'rtburchakning joyiga map chizib berish kerak bu. Delik 2000 ga 2000 qildim. Mana shu joyga map chizib ber deyman. Tak, bo'ldi, mana map tayyor bo'ldi, xaritamiz. Endi buni tak bitta frame ko'rayman. Ctrl Alt G ni bosib, buni ham bitta frame ko'ramda, clip contentni yoqaman. Ichini ochib turib, ichidagi kontentni center qilib qo'yaman ikkalasini ham. Ya'ni ne kichraytirgan paytimda o'rtada turadi. Xo'p, endi buni ushlab Ctrl Alt Shift ushlaymanda kichraytiraman. Mana bunaqa qilib. Ctrl Alt Shift ushlagan holda o'rtadagi kichraytiramanda, buni frame ichiga olib kiraman, telefonning ichiga. Yana ham kichraytiramiz. Xo'p, 16 qolsin deyman.
Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Xo'p, mana. Endi shu turishida prototype o'tamanda 3-siga o'tkazaman. Horizontal and vertical scrolling. Bu hamma tomondan scroll yonadi. Mana. Hozir bu yoqdan chiqib olsin. Endi xaritaga o'shamday qimirlatsak ham o'sha frame ichida yuraveradi. Endi bitta narsani ahamiyatga olish kerak. Mana shunaqa joylarda ichidagi nima content, mana shu rasm, boshqa narsa, text hammasi frame ichida bo'lishi kerak. Yoki bu auto layout yoki frame bo'lishi kerak. To'rtburchak ichida o'xshamaydi. Yoki guruh ichida o'xshamaydi gruppani. O'shaning uchun auto layout hal ko'rib chiqamiz. O'shaning uchun mana hammasi frame ichiga olingan. Shuni inobatga olish kerak mana. Bunday qilib hamma tomonga yurib ko'rsak bo'ladi bemalol. Bunday pastroqqa tushib, bu yoqlarga shunaqa elementlar yaratsak bo'ladi. Bu vertikalniy, gorizontalniy scrolllar yordamida.